Dar jol assalomu alaykum hurmatli sport suyuvchilari, hurmatli mekendeshlar. Turkiyaning Konya shahrida o'tayotgan 5-Islom serkeshlik o'yinlari jana hozir ayimlar güreşi bo'yicha 62 kilogram salmoq sindirligida finalga yetib keldik. Biz mekendesh Yusuf Tunubekova dala shou esingizda bo'lsa Ulan-Bator shahrida o'tgan Aziya chempionatida finalda güreşip butun jarohat olgandan beri makey emi cho'ng meldeshga qaytdi. Jana dunyo chempionatining oldinda aning sportlik qalığı qanday ekanligini bugun to'liq bilan ko'ruvdik. Aziya Tunubekovaning avvalgi yaxshi finalga chiqdi, ishonimda jetdi. Oyni aning vatandoshi Kamara Yariya bu dunyo o'lkasining o'kili bu yili shol bir top tunislik, marokkolik, egiptlik ayimlarda artda qoldiruv bilan Afrikaning chempioni degan statusga ega bo'lgan ayim o'ta yo'ldan chiqqan O'zbekistonlik kuchli bo'lgan ozarbayjonlik sportchini turkiyalik qatordoshini ortga qoldirib shu finalgacha yetib o'tiradi. Barına cheksizlik. Jami o abonentlar uchun 4 jumaga bo'lg'oni 495 so'm. Darrov hozir qo'shib olda 3 oyga arzonlatuvga ega bo'l. Cheksiz internet, chaluvlar, sotsiallik tarmoqlar, messenjerlar, OTV sen uchun bari bir tarifda to'ptalgan. Переходи на O. Barına cheksizlik bu sonun. Hozir dunyo sportchiga birinchi eskartuv berildi. Asli albatta chaqirishdan Qastardan vatandoshni shunday eskartuv beruvdi. Arg'asiz bo'lishda. Hozir o'ta yaxshi qarmoq olgan vatandoshning ortiga o'tuvga dalolat qiladi. Birinchi harakatda o'xshashgan yo'q. Bu hech narsa emas albatta. Şaşmasdan özünün güreşin aysulu ko'rsatishi kerak. Dunyo sportchiga ikinchi eskartuv berildi, jana 30 sekundda ketdi. Endi 30 sekund ichida pay olishi kerak. Bo'lmasa güreş erejasini loyiq Aziya Tunubekovaga bir pay beriladi. Yetimde vaqt o'tdi. Avami aktivitede 30 sekunda içinde hazırınca dünya sportçu hech qanday upay olgan yo'q. Demek bir upay bizden sportçumuzga ketdi. Bizde hesapda bir upay. Ava, bizim babamızga bir upay yazıldı hazır. Aslı o'ta salqinqandoqlik bilan ochiqcha bir qiymal harakatsiz güreşib жатат. Bu degan albatta qandaydir bir to'kel hareketleri aldığını alu maksatlı desek bu. Eğer de bugün Aziya Tunubekova dalşul dünya sportçu Yariya Kamara'nı to'la turgan bo'lsa da özünün sportluk karyerasında ikinci ret İslam oyunlarının jenguvchisi bo'lib qoladi. Bundan 4 yıl, 5 yıl bo'lib qoldi. 5 yıl ilgari Bakuda o'tgan 4-Islom oyunlarında Aziya Tunubekova altın medal algan bo'ldi. Ondan beri ko'p vaqt o'tdi. O'rtada Aziya Tunubekova dunyoning eng kuchli balvoni degan statusga ega bo'lgan uchur bo'ldi. Ayirma cho'ng. Birinchi bo'lim o'shantib faqirindab safarini qartuvda derlik alg'achqi ushunatni dayaqtadi. Aziya hozircha 1-0 esebinde aldida hech qanday bir iqma jasagan yo'q. Birinchi bo'limda sportchilar iqma jasaganga ko'p harakatda qilishmadi. Endi ikinchi bo'limda aktivli kurashuvga harakatini ko'rsa kerak menimcha. Nurbek Izabekov bag'azga Bankudaylar sportchumizda jalpilar aylar Aysulu champion! Yetaktab kelishgan. Aysuluning formasida jangalanganligini ko'rdik. Oldinda jelektin o'rtonqi bo'ligi tartilib Aziya Tunubekovaning formasi uchun bunda yo'q ekan.
Güreştin ikinci bölümü başlandı. Final. Yahya Kamara, Afrika çempionu. Canaga karşı Dünyanın çempionu. Boçan İslam oyunlarının çempionu. Dünya Kubağı'nın iyisi güreşti. Geremet Ekipay hazır kontrkmadan. Bizim oğlan ekipay aldı o zaman. 3-0 esep. Albatta şaşmasam güreş gerek tarzı olsa. Nedir bir tolkul adamlarga bar onu kalagan çok aysı o. Dünya yağıqtardagı özgöçö bir aktiftu olup çatışat. Oy Geremet aysı. Karanlık o zaman. Maşuğuda jasaganda Lıkman jasad çındığında. Aysulu o zaman. Aysulu. Allah. Daldı andan keyin Andan keyin dagı Ekipay alsa bolat. Aylanış gerek dagı tuşega baskan jok. Basayın degen uçurda negedir kalыс tuşe berbedi Aysulu'da özü negedir koyup çevirdi. Eşterse emas 9-0 dagı bir Ekipay ala turgan bolsa Aysulu bul betteşte Mönötnö murda jеңишке ээ болот. Gerek. Bundan başka gerek. Azamat Aysulu. Çempiyon. Çempiyon. Aysulu çempiyon. Azamat Aysulu sportluk alığı ötü. Muhtekem buyursa bir aydan keyin dünya çempionatı tutup jatat yaprakta. Aljaklanmanınsa en bir mıhtı tutup kalağı sport olacak. Jelekti jelbiretpeytken Aysulu ne olsa da Azamat.